Nima bo'ldi? Hopmanmi? Qarang, hozir omad topsiz. Bugun biz bitta boyda shunaqa bo'ldi. Mana qarshidagi eng qimmat 18 ming dollarga karta oldi. 4 ming dollarga televizor oldi. 2 ming dollarga o'g'li o'tib ketdi. 7 ming dollarga anaqa qildi. 2 ming dollarga ishdan boshladi. 7 ming dollarga shtrafga tushdi. 5 ming minusga tushib ketdi. Nima uchun? Bu o'shanda u omadga qaramayapti. Просто fikrlash tarzi shunaqa. Shuni agar siz to'xta, faqat nima qilamiz? Вот mana qanday imkoniyatlar bor deb qarasangiz, imkoniyatlaringiz bo'ladi. Boshlang. Oylikni berib olasiz. Ha. Hech kim aytmasa, 2, 3, 4. Ha, hech qilaringiz. Oylikni bir ming 670 ekan. Hozir ming pasport. Rasol emas. Qaranglar, sizga 3 ta spalni, 2 ta vannasi bor, uy taklif qilishyapti. Birinchi to'lov 0, passiv daromadi -100. Avvaliga ko'rsattiramiz. Uni menga nima foydasi bo'ladi? Bozorda chiqib qolsa qimmatroq sotishingiz mumkin. Hozir -100 degani u qanaqa bo'ladi? Bozor rasm turadi. Narx qancha? Tekinga berasiz. Olmasangiz tekinga beraman. Faqat rasm. Qanaqa narsa bo'ladi? Qancha? -100 dollar. kamroq to'lovladi. Ben bu rasmda -100 qo'shilaman. Har oy 100 qo'yasiz. Ha, mana yerdan 100 olinadi. Oylik narx 100 dollar kamayadi. Uyda turayapsiz. Hech yozib yotibman. Mana yerda yozib olaman dedi. Agar xohlasangiz, shu kvartirani oylikdan olsangiz, men arendada turaman. Siz -100 qilsangiz, men o'zimdan -100 qilaman. Sizga -100 foyda bo'lishi uchun, chunki sotmoqchi bo'lsangiz, foyda kelayotgan oy sotamiz. -100. Plyusda turgan uyni sotolmayman. Foydani sotidan 50 ga qilamiz. 50 Demak, kimdir ayolga turishi kerak. Bu yoqlardan boshqa kishi ham bo'lsa bo'ladimi? O'zingiz Oiladan 30% beradi. Demak, -100 undan bo'ladi. Hozir недвижимостga -100 yozasan. Menda nima bo'ladi? Yo'qda -100 yozasiz. arenda turmaydi. Tushunmadim. Men foyda keltirayotgan uydan Abror menga arendaga turyapti. necha pul? Iya. Qanchaga arenda turadi? Biz oldik savdochi. 0 kelyapti, foyda keltiryapti. Abror 150. 100 qo'yadi. Yo'q, foyda kelmasa tuzolmaskan. Mana nazarda pulni ishlab turadi. Yo'q, Oshiqroq borsiz yaxshi. Qarang, men sizga 100 beraman. 100 dollar foyda o'zingiz keltirasiz. Kelishdingiz. Вот men o'zimdan 200 ming tutaman, sizga уже 100 foydasi bor. har oy menga oyligimga ya'ni 100 qo'shiladi. Men kamroq. Aniq sabab so'rasaman. Abror mana qara. Lekin ko'payt. 150. Qancha? Xo'p, bunisi 130. 200. Agar Qanchadan beri 200 foyda beradi. Anudan tashqari, mana menga 200 keladi. 70 bo'ladi. Bunga 400 dollar. Magan bor sotilayotgan payt. Yaxshi narsami deyman. Mana narxlar. Yo'q. 115 ming, 200 ming shundan chiqib ketadi. Bahodir. Sotilganda. Qirada Xo'p, qancha berasiz? 130.
Ular sanki sotsangiz yaxshi. Qanday sizlar? Mana shuni sotasiz. 200 biyo beradi har oy. Agar nima bo'lsa 50 ga. Ana qo'ymaydi. Sizlarchi, yaxshi narx bersangiz, 70. Siz o'ziz olavering. Qarang, короче, нормальный narxi nima? So'rasiz. Xona bor. 150 bo'ladimi? Bahoda vaqtingizga to'g'ri 150. Hozir O'zingiz nima oshnasi uchun siz yerga qolyapti. vaqtingiz ketadi, qarab chiqib ketadi. 30, 130. Unga Yana tarafda. aro 300. 300 ga. Vau. Ketdimi? 200 ming qilaman. Haqqini chiqarib oldim. Mana endi Ashniga chiqib kelsa, masala uyda. O'zingiz olganingizda sotganingizda normal hammasi o'ziga qoladi. O'zlar sotamiz. sota olmasmanman. Foydada turganda sota olar ekanman. Aytga plyus 300 bo'ladimi? O'zini qarang. O'zi 700 Sizdan 400 bo'ladi. Bu sotib olsa bo'lmasmidi? Sotib domga chiqib olsa, ashniga chiqib olsa bo'lmasmidi? Unga aloqasi yo'q. Unga aloqasi yo'q. Men asaldan qo'yganimda chiqarmasidimi? Menga hozir oyligim berasizmi? Yo'q, Keyin qilsa bo'ladi. $300 qo'shimcha olib Ha, boramiz. hozir o'tganim uchun bermaysiz. Ha, keyingisida berasiz. Keyingisdan boshqa berasiz. Nimadir murojaat qilsa bo'ladi sizga. vaqtincha bizga ishlaysiz. O'zingizdan minus qilasiz. O'zimdan 400 minus qilaman. Chunki arenda Arenda puli alohida. bo'lsa ko'proq achishsiz. 1110 minus 400. Oyligim 710 bo'ladi. Ya'ni siz hozir kvartirani sotib olasiz. Ya'ni Men sotib oldim, bu kishini arendaga qo'ydim. Lekin $400 ga. da, lekin bu kishiga men sotayotgan paytimda 50 qilaman foydasini. Sotuvdan. Arenda beryapman. Sotuvdan ekan. Sotuvdan ekan, sotuvdan. Sotuvda Misol uchun 100 mingga sotilsa 50 ming beramiz. shunaqa. O'zini domida tekshirib, foydani ko'ring. Mana bu yerda mana qarasa, siz faqat dom olmadingiz, emotsional bankdan oldingiz. Kimdir emotsional bankdan to'ldirib qo'ydingiz. Bu B2B sotuvdagi katta narsa. To'g'ri. Endi men qayerga nima deb yozay? Shuni ayting. B2B sotuv? Нет, вот emas, mana o'zi. Men qayerga nima deb yozishim kerak? Kadastr qo'yasiz, buni qarang. Biroq 2-3 tane, 2 ta vayna Uch, biroq ikki. Вот $400 to'lab qo'ydingiz. Mana Yo'q. Necha pul siz dahot kelyapti? 500. Ro'y necha yozilgan? Ro'y poyez so'roq. Sena Sena. 50 ming. Ipoteka necha pul yozilgan? Ipoteka 50 ming. Ya, u yoqda partnyor mana bo'ladigan joy bor, o'shda muhsina 50%, bahodir 50% yozib qo'yamiz. Bu shunda hozir aksiyadan ham ancha to'lovini baland bo'lyapti, to'g'rimi? Foydaga chiqsa ham. Oylik Lekin zararga kirmaydi, to'g'rimi? hozir ustoz $800 to'ladi desam, arendasiga hozir 400 berib o'tib ketyapti. 400 Shunda siz hozir 800 arendaga to'ladi. Normalda o'zingizga arendasi qancha turdi? Ustoz 800 nima qilardi? Hozir 400 ga tushdi. Oyligi qanchadir oshdi? 400. Oyligim 400 kamaydi. Mati bu yoqdagi Arendasi kamaydi. Ya, bu kishida Menga navarot, rasxod qo'shildi. rasul qo'shildi. Oxirida Bu yoqdagi muhim emas, bu yoqdagi muhim emas. Bu kishi hozir bu yoqni o'yladi. Puli chiqqandan keyin, to'g'rimi? Bu puli chiqquncha nima bo'ladi? Ikkita tashlaysiz. Men chunki aksiyonga tushdim, aksiyonga mana shuning uchun ikkita tashladim. Mana u aytilmaydi, hamma odam o'z zarurlari, ehson berasam, berinsan. Nima uchundir sabab uchun ehson bermaymiz. Bu sinaladigan narsa. 8. Yozasizmi? Qaysi? Sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oy, men ona bo'ldim. Menga bankdan bo'lishimcha. Ikkita tashlaganmi? Ikkita oylik olsa, ikkita oylik oladim. Rasxod ham qo'shiladi deysiz hozir.
Ammo ma'lumot berdi. Hozir 2190 ko'paytirilgan 180. 2380 mani transportdan bo'ldi. Minus 180. Oyligim 530 tushdi. Aslida kerak. Oylikda hisoblaymiz. Ha. Oyligingiz Oylik qayerlik oylik? Qaysi kun? 1690 mi? Oylik nima qilmoq bo'ldi? Hech qiladi. Barkasini bersin. 80. Ha. Sizlarda Oylik ko'paydi. Bittasini toshaverchi. торговый пассаж sotuvda birinchi to'lov $50,000, pastki daromad $800. Nima ekan? Nima ekan? Торговый пассаж sotuvda birinchi to'lov $50,000, pastki daromad $800. Bozordan chiqib yo'q. Hali Bozordan chiqib Hozir biz mana kichkina klubdan katta klubga qanaqa o'tishimiz kerak edi o'zi? mana yerda borku ma'lumotlar. Qayerda? Pastki dohodi pastki dohod mahsulotimizdan oshishimiz kerak. Juda bo'ldi. Pastki daromad rasxoddan oshishi kerak. Siz qanaqa 300 bo'ldi? Men imzo qo'ydim, arendato'r qo'ydim. Men 300 beryaptilar. Üç. Vay be, 2, 3. Mesela beredi. Yok, evet, üç biri beredi. Demişler, üç biri beredi. Aslida sizga bankdan $1000 so'm uchun. Siz bolada yo'g'ingizda shuncha pul berishmangda. Man bank manga berdi. Bu mani nomidan sizga Mana sizga. Beredi. Rasol kamarda beredi. Qaydan beradi? Mana rasol. Abror. Ben demek Bolagingiz Kim edi? orzusini joyiga qo'ydi. Qaysi? ushbu oyligini berib olaylik, keyin olganlari keyin gaplashamiz. Sana oling to'g'ri. Yo'q, Biz de şunu daha iyi olalım, kırmışlar. Qaranglar, aksiya Okafoy Grad bugungi narxi $5, bozorda chiqish narxi $5dan $40gacha. Oluvchilar bo'lsa, amalga kelishlar. Hozirgi qadmi? Ha? Hozirgi narx qancha? $5. 5 dollar. Hozir minimum hisobda 100 ta. 100 ta. $5 Biz abrordan qarab ketishimiz kerak. Qarab bo'ladi. Abror 1000 dollar. To'xtaydi. 30dan sotaman. Olmayman. 2. $5 $5 dollardan sotadi. 5 dollarga sotishdi. Foydadan 10% beraman. Abror. Foydadan 10% beraman. Sotib oladigan. Soting foydasi nimaga qarab o'tiribsiz? Qolganda Tezroq. foydasidan beradi. Foydadan beraman deyaptilar. Sanda rasm Siz pul bo'lsam olasiz, keyin biz sotganimizda yo'q, foydasini bu kishiga pul bermaydi. Bank sotadi baribir. O'zim olsam bo'ladimi? Bo'ladi. O'zingga ham olsang bo'ladi, biz ham olsak bo'ladi. Biz ham o'zimiz olamiz. Bir kishi qo'shamanmi? Yo'q, Ben kelishyapman. mana bu. O'zimnikini birinchi beryapman. Abror. O'zimnikini beryapman, Abror. Bo'ldi tugadi. Foydadan foydalanadi. Sotmayman. To'xtang, boshla. Foyda. Siz. Bu. Foydadan 10%. Mana foydadan 10%. Qaysi foyda? Abror o'ziga nechta oldingiz? 200 ta oldingiz. $2000. 2000 Uni dollar. olganlarni foydasidan foyda beradi. Ben kod demedim mi? Yok, kod demesinden farklı mı? Yok, kod demedim mi? Hop. Ya, bo'lmaydi. Vaqt tugadi. Vaqt bor. Birimiz vaqtda sotilmasa, karta yopilib ketadi. Tushundingmi?
Yo'q, pul bergandan keyin vaqt so'raydi. Qanaqa stavka qo'yasiz? 20 qo'yish qo'ydi. Foydadan. Foydadan 20 mi? Foydadan anilgan emas. Hop, foydadan 20 mi? Mana Siz nechta oldingiz avval? 2000 dollar. To'g'risida. Aslbek. 1000. 200. Oka foyda. Okey, foydadan. Yo'q, endi olmayman. И? Bahodir, $1000 dollar. 1000 berdilar, 200 Qaysi berdi. endi? Oka foyda. Yana kim 1000 berdi? Ben verdim. Hammaga berdi. Bahodir 1000 berdi. Bahodir, men 400 oldim. To'g'risi oldi. Nima edi? Xat yozamanmi? Vakilga Ular qo'yadi. 400 ta yozdi. Yo'q, Hali yozdi. Bog'da senga tampar. Avvalgi bo'lsa beradi. Foydadan 20 qo'ydi. Pastiga katakcha nimadan? Mana. Endi pastdan Foydadan nech foiz? 20 qo'ydi. Keling. To'g'ri. Qizil olti euro. Qaysi bo'ldi? Mana 200 Nima o'ylaysiz? Sizga ikki safa oldim ben. O'qishib kerakmi mochi? yo'q, ertasi qanaqa o'qishingiz? Bu oylik emasmi? Ha. Oylikmi? Bu siyotda, lekin siz qarang, qanaqa. Qayerga yozildi? Sonu. Ha, Menimcha sotiladi. Men tushunmayman. Mana shundan boshladingiz. Oylikdan o'qiysiz. Oylik so'rashingiz kerak. Necha pul olib bering. So'ramasa kuyib ketadi. $650. Strelkadan bitta o'tgan deydi-yu, sarıdan bitta o'tganda yo'q, sarqqa tushgan deydi-yu. Yo'q, yo'q. Mana bu ehson. Oylik emas, mana bu oylik. Расчетный Расчетный oylik. Unda bitta emas, qancha o'tsa ham keyin so'rash kerak. O'shani aytdingmi? Bitta o'tsa deb o'ylagandim. O'shani o'zi Qancha o'tsa? Yo'q, hozir siyotga tushdik. Qanaqa siyot ochamiz? Sizlarningiz. Kichkina katta. endi men endi tushunmagan joyim hozir ikkalasidan bittasini olsam ham bo'ladi. Faqat menda unga unda pulning yetishi uchun, ya'ni ochgan narsamga pul yetishi uchun pul yetish kerak. To'g'rimi? Kichkinasida 1000 dan 5000 gacha, kattasida 6000 dan 200 ming gacha. Hozir pastiga foyda olmakda. Kichkinasiga 1000 dan 5000 gacha. Mana katam menejer. 200 ming gacha. Shunaqa tez bo'lsa kelganda. Ha, bu do'konga qarshi qo'shamiz. O'sha ikkitadan bittasida, to'g'rimi? AT Electronics MT4 bugungi narxi $30. Bozorda chiqish narxi 5 dan 30 gacha. Oluvchilar, sotuvchilar bormi? MT4 Electronics 1000 ta bor. 1000 ta bor. 30 dan 8 bo'ladi. Eng maksimum. Eng maksimalisi o'zi $30 bo'lishi kerak. 30 dan 8 bo'ladi. Qanchadan chiqdi? $30 necha pul berish? Sotation. Nechta oldim? 1000 ga ko'paytirsangiz 30'da Necha pul berish? Bu 30 ming. Vaqt ketyapmi? Vaqt ketmaydimi? Yo, bu hozir qaror qabul qilgan joyda vaqt ketmaydi, chunki faqat anunda aksiyada vaqt ketadi xolos. Hozir men buni o'zi sotsam $30 dan sota olaman xolos. Undan o'tmaydi. maksimal Undan o'tishi ham mumkin. Bugungi narxi $30. Siz o'zi boshlayotganingizda o'zi maksimali $30 deysiz. Men bozorda chiqish narxi 5 dan 30 gacha deydi. Biz bugun 5 dan 30 gacha chiqishimiz mumkin. Bugungi narxi $30. Balki keyingi tarixlarda qanaqa chiqishi mumkin. O'sha tarixlarda o'sha bozor kundagi holatiga qarab. Balki tushishi ham mumkin. Hozircha maysalar chiqadi. Tushishi ham mumkin ekan. Ko'tarilishi ham mumkin. sizning yo'lda foyda olasiz. Sotasizmi? To'g'ri, osta sotining. Shu joyda hozir biz ancha tushunmagan narsa bozorda shu nima aksiya $5 $30 o'ylaydi doim. Doim, ha? O'ttiz oshib ketishi mumkin. Qachon Xuddi shu nima. Yo'q, bu chiqish narxini aytdilar. Birinchi chiqish narxi o'sha. Manman deb bo'ldi. 30 ming. 30 ming. O'rnak chiqib olish uchun normalniy emas, aniq, yaxshi taklif, lekin qiyinchilik
Kechsa shunda. 30 ming bo'ladigan bo'lsa shunda men Orstoyni necha pul edi? 225 ming dollar bo'ladi. To'g'rimi? Birinchi bayramiga chiqishingiz kerak. Unga borishim. Chiqaman. Sразу sotib olsam bo'ladimi? Chiqaman. Yo chiqaman xolosmi? Yo'q, hozir chiqmaysizlar. 30 ming bo'lganman siz. Mana bu nolni ko'paytirishingiz kerak. Nol. Passiv daromadni ko'paytirish kerak. 30 ming o'ziga faqat pul beriladi xolos. Sotib turib boshqa biznes ochishingiz kerak. Boshqa biznes bo'ladi. Uni kim biladi? Hozir o'zgandan keyin bu bizga chiqa olamiz. Sizni foydasiga hamroh passiv bilan chiqa olasiz. Pul oladi. Hozir pulni aborot qilishadi. Aborot qilishimda nimadan bor? Вот mana bu yerda bizneslar bor, uylar bor. Chiqyapti hozirda. Mana Mo'g'iz sotib oldik-ku. O'sha. Men sotib oldim, sotib oldim, 300 dollar oldim. Taksi davolandim, 300 dollar. Birinchi foyda chiqqan. Sotqonasini sotasizmi? Oltindan foydalanish kerak deyishadi. Vaqt ketdi. Uni cho'tki bo'ldi. Savdo qilish kerak endi. Jam hech kim. Qanchasi? Yarim mas, yarim nima, yarim. 15 ming beraymi? Mingdan o'chirib 500 dollar beramiz. Hop. Kimga chiqqani bu? Kimga? Davlat. Oylik yo'llaydi. Taksida Qora. Hozirga 2000 so'rasam. 2080. 2100 beraman, 20 qaytarasiz. Hop, селка. Kichik. Okey, селка. Aksiya kompaniya elektron. Emitiv bugungi narxi 5 dollar. Bozorda chiqish narxi, o'ynash narxi 5 dan 30 gacha. Oluvchilar, sotuvchilar bor. bor. 5 dollardan olsam bo'ladimi demak? Da. 100 ta. Men hech kimga qabul qilmayman, faqat o'zim uchun. Mana 2000. Bo'pti, uzatib yuboraman. Bois sizga, bois senga oladi-yu, sen Yo'q, sotmaysan. qabul qilmayman. Boshqa boshmoqchi. Yo'q, Qabul qilmayman, bo'ldi. bo'lmaydi. 2000 dollarga shunda 5 dollardan bo'lsa, 400 ta. da 400. 400 ta olsam. Oladi, Emitiv qo'ya, niyati yo'q. emitiv qo'ya. Olmaysizmi? Boshqalardan Biz foiz beramiz senga. Foiz beramiz biz senga. Sen rasmiy pasov qilmaysan sen. Okey, foydadan menga necha foiz berasizlar shunda? Ben 10 foiz beraman. Yo'q, roziman. 20% qilasiz. Osira. Osira olib 20% qilasiz. 20 foiz foydadan beraman. 20% foydadan. Foydadan beraman. Sotuvdan. O'sha foydadan. Ha? Bu foydadan 20%. Sotib olmaymiz 10%. Ha, 20%. sotuvdan 20 foiz. Foydadan. 20%. Foydadan sotib ko'p bo'ladi. Apple Sotuvda nechta? 20 foiz. Foyda qilyapman. Foydadan Foydadan. yo'q. O'zi 20%. Ben 1000 berdim, 1000 200. Ha? 200. 400 bo'lsin-ga. Qaysida bu? Emitiv elektronik store. Keyin bu ikkalasini qanday yozaman? Ismini yo'q. Foiz. Qayerda yozaman? 100 ta. Bahodir aka, Faroxdinga nechta? 20 foiz. 200 olgan. Orada tashing. 200 olganman. savdoda. 20% foydadan. Foydadan. Faroxdin. Savdodan so'z Sizga bankdan dollar so'raychi, mana asosiy pullarimdan Qaytim. hop, Mana bola 50 dollar. 10 dollar bersa
prodol veriyoruz. Men oyligimni bermadi. Oxirgi pulimni ber. Oyligimni bermadi, men so'radim, oyligimni bermadi. Hozir kim qancha bergan yozib qo'yish kerakmi? Yo'q. Ochiq esa bermayman. Men esa Ana mana prodol veriyoruz. Вот, transportchi. $200 to'lgan pulingizni qilingiz, boshqa yillik. Bahodirga 200. To'lganingiz kelsa yuramiz deyki, avgust. Chiqadi deyman. 5000 bog'ladi. Bar 5 yuvarlar. Mana bunda qancha? 1 2 3 4 5. Oyligimni olaman $530. Manga myofersiyada. Hop, 3 ta sparli, 2 ta varna uy, birinchi to'lov $4000, pasi daromad plus $200. $50,000. Nima bo'ladi? $4000. Birinchi to'lov. 210 ga Pasi yuborsangiz, daromad plus $200. Siz olmaysiz. Qarshimaki. Siz hozir oldingiz-ku tekinga. $4000 to'lashim kerak olishim. Demak, men hozir misol uchun 4000 bersam, yo'q, Taklif qilsak, shuni olishni mana hozir buni taklif siz qildik. foydadan ellik bo'ladi. Soat uyingizni sotganingizda foydadan ham 50 desam bo'ladi, to'g'rimi? Boya. Misol u kishi rozi bo'lsa taklif berasiz, misol uchun uchroq. Foyda bilan sotuvni men tushunmayapman. Foyda bilan qaysi, sotuv nima? Mana men sizga eng buyurtgan taklif beraman. Siz $4000 polisi to'lang, 60 ga qilamiz. Sizga 60% sotuvdan, menga 40% sotuvdan kelishamiz. $4000 to'laysiz. $200 pasi daromaddan sizga unga to'laymiz. И to'lashimiz qoldi. To'lamiz tartibini Tushunmayapman. Mana tushuntirib beraymi ustoz? Sotuv degani mana sotgan narxingiz bor, uni narxi $50,000. Misol uchun. O'sha sotgan pulingizdan Ota bola. hozircha men Mana. 20 kam bo'lsin. Men aslida esida bor. mana mayda pulni bo'lgan. Maydalab berasiz. Mana bitta $50,000 bering. Keyin Endi nima tushundim? bitta 20 bilan 10 bering. Ya endi kerak yo'q qolasizda. Aslida suyunch pullarga. Suyunchlar ko'payishyapti. Aka. Manga foyda berasiz $900. Keyin jo'nab Ming beraman, 50. asqot yozib qo'yish kerak-ku. Qayerga yozadi? Qaranglar, ota bo'lganlar. Mana bu yerda yozishlar hozir. Mana bu yerda bitta bolali bo'ladi, to'g'rimi? Bitta yozasizlar. И uni tagida yozgansizlar bo'lar, bitta bolaga qancha rasxod qilishinglar, investitsiya qilishinglar. Va mana bu yerda rasxod na детей degan joy bor. O'shga yozasizlar. Necha pul? Mana bu yerda yozilgan summani bu yerga yozasizlar. Keyin общий расходinglar ko'payadi. Misol uchun menda 180 edi, общий расходim 180 ga ko'paydi, oyligim 180 ga kamaydi. Masalan, Bristolarga bu yo'q qilish qo'yadi. Pastga. Pastga qo'yishadi. Maniki, imanitdan ayirib olasan. Oylikda. Deymi? Bitta o'zim. Hop, demak. Qo'yganda ishlaring sizga. O'shani. Hop, kimga? Demak, kim hozir tashladi? Mana uni? Aslida tashladim. Ana. Mana Olti. Abror qaysi? Opayali. Oz kilo qoldi shu. İşte bu sizga. Qani qaysi saniki? Oz kilo qoldi, mana aytdim. 1 2 3 4 5 6. Qizlar nima edi? İşte mashinada daxil bo'lmaydi, to'g'rimi? Al, tushungan. Oz mana oyligim yo'q edi shu. Oylidan o'tamiz. Aman olsun. Mana
Qanday bo'lyapti? Kechki o'yinlarimiz birdan aniq Katta o'g'lim meni 7,5 million olayotganman. 2008. Bo'linglar tezroq. Sizga. 7 sinfda olgan shular. Karta ochdingmi? Karta ochdinglarmi? Karta ochilmadi. Ha, katta. Karta ochish payti-yu. Ama bende rezultat açılmadı. Kuydiz. Rinning. Временка tushdi. Rinning neydi? Agar kimda 3 ta spalni, 2 ta vanna uy bo'lsa, bozor $135,000. Yo'q. Qancha? $135,000. Minus Üçte spandi. Minus ipoteka. Ipoteka 50 ming ayrı. Hop, 85. 85 mingmi? Oxirgi o'yin men kvartira turg'izmadi bor. Xafa bo'ldim. Bormi sizda? Marta qolib ketdim. 5, 6, 7, O'zi qancha bo'ladi? 85 ming. Ming yo'q gaz. Ming yo'q gaz. 85 ming. Sizni foydali? 50%ni menga berasiz. Ikkiga mana Ajda bo'lsa tushirmaysiz sizga. Shakar nimasi yo'q bunda? Birinchi boshda uyda menga arendasini 200 qo'ydilar. Keyin ondan yangi qozga qozdi. Yana 3 qadam Ben ketdim ana savol. Yo'q, Oylik olmaysan. Mana o'zi olishdi. Men aytdim. maqsad buni ko'paytirish. $100 qochib 45 million qochib. Qarang, 500 yashar kerak, 3 ming berganman, Ya, o'zi 45 ming qochib. o'zidan ochib qo'ying, $400-300. $200 Qaraydi, siz mana shu joyda tushunib bo'lgansiz, mana shu uyga kelganda ham tushmasa olib qo'ydim, sotmoqchi edi. Daqiqa qo'yib qo'ygansiz, chigirtib olasiz uni. Boshida tushuntirilmadi-yu. Mana shu yerda yutqazib qo'ydim misol uchun. Boyagini olmoqchi edim, pulim bor edi mana. Siz daqiqa qo'yib xato qildingiz. Daqiqa xato qo'yilmaydi, daqiqa qatnashish tezlashtirish, tez qaror qabul qilish. O'yinni tushuntirilmadi-yu uni o'yinda. O'yin boshlaydi turib, bir daqiqa vaqt beraman. Yo'q, mana bu o'yin qanaqa bo'lishini, uyga kelganda qanaqa o'ynanishini tushuntirilmadi. U hech kimga tushuntirilmaydi. Shu har bitta odam o'zi o'rganishi uchun. Bu odamni to'g'ri bitta analiz qilish uchun. U qanchalik tez o'rganyapti, keyingi vaqtga qanchalik tez adaptatsiya qilyapti. Bu narsani o'rganish uchun. Sizlarga mana Qarang, o'zi foydadan degani. Men misol uchun buni hozir qanchaga sotdim? 85 mingga sotdim-ku. Mana foydam 85 ming bo'ldi. Chunki men rasul qilmadim, to'g'rimi? Mana shu foydadan misol uchun 50% deyapti, 50% ni berdim men. To'g'rimi? Agar bozor desa, misol sotuvdan desa, sotuv degani общий pullarni, to'g'rimi? Rasxod, pasport hammasi qo'shilgan bo'ladi. Ayirib olmasdan turib, mana. Misol uchun siz sotib olyapsiz, 4 ming rasxod qildingiz, to'g'rimi? Misol o'sha paytda 4 ming rasxod qilganingizda mana uni narxi 100 ming chiqdi. Ha? Siz agar bu kishi foydadan deganlarda, ana 4 ming ayirib oladingiz, 96 mingdan misol uchun 50%ni, 40%ni bu kishiga berasiz. Agar общий puldan desa, ya'ni nima deydi? Общий puldan sotuvdan desa, siz 50%ni bu kishiga berasiz, ya'ni 50 mingini o'zida olib qoladingiz. Mana shunda sotuvdan degani menga pul aytganda, to'g'rimi? Holat to'g'ri. Sotuvda bo'lsa nimani riskga yaxshi bo'ladi? Rasxodni, misol uchun siz rasxodni ayirib olib, 4 mingni ayirib olib turib 50% bersangiz yaxshi. Chunki rasxod qildimmi, rasxodingizni olib qo'yasiz birinchi, keyin 50% berasiz. Ha, sotuvdan rasxod, pasport hammasi ichida bo'ladi, 50% berib olishingiz kerak bo'ladi. 50 ming bo'lsa shu oladi. Tushundingizmi? Hozir mana 4 mingni olib oldingiz. Endi ana 96 mingni 50%ni bu kishiga berasiz-da. Qolgan 50%ni ham o'zingizga olasiz. 4 mingdan o'zingizga qoladi. Qolgan 50%ni ham o'zingizga qoladi. Shunday, agar foydadan desangiz, sotuvdan desangiz, общий summani shunda 50 ga bo'ladi. Siz qanchaga sotgan bo'lsangiz, 2 ga shunda olasiz. Siz do'kon tanlang katta kichik. Shunaqa. Oylik kamera o'zida. Katta kichik tanlang kelasizmi? Hozir saqlab. Endi O'zingiz bo'ldimi? Tanlang yaxshi bo'ladi. Ustoz qabul qildi. Yo'q, tanlasan, tanlamadi Oching. Amaldan aytib, oylikni pasaytirib qo'ying. Kichkina oching. Qarang, avvalo sizga 3 ta spalni, 2 ta vanna uy taklif qilishyapti. Birinchi to'lov $3 ming, bizga daromad plus $100. Ammo 3 ming yo'q-ku.
Biz sotib olsak bo'ladi? Mana Abror? kelishsalar bo'ladi. Ha? Misol Abrorga qanchadir foiz berib turib, biz sotib olsak. Abror, men sotib olaman. So'rib olasan. Qancha bo'ldi? O'tkaza bo'ladi. Basic daromad plus yuz. O'zini man sotib oldim. Bormi? Boshqa Abror sotib Abror, oldim. qancha? 2,5 pul kerak. Qancha? 2,5 emas, man sotib olaman, to'lab sotib olaman. Yo, ana bu kishiga foiz berishingiz kerak. Abror rozi bo'lishi kerak unga. Abror, man polностью to'layman $3,000, 70% sizga, 30% menga. Polностью nasıl? Sotudan 70% sotuv sizga. 75 foiz beradi. Qolni Siz ko'ring. mani pulni olib, baribir bozorlarga 70 foiz. Balandroq. 75 foiz. Mani pulni olsa, 75 foiz. Abror. Necha foiz berasiz? Abror sotuvda Necha foiz berasiz? necha foiz? 75 foizini ham beraman. 80 foiz. 75 foiz. Birinchi qarang. 80 foiz berish bo'lishdi ustoz. 80 foiz. Unda qilgan. Kimga bo'ldi? Qarang, opa. Men bir ko'rsatdim, bu kishi bilan gaplashyapman lekin. Hop, bankka pul berishingiz kerak. Ani burishimiz kerakmi? Berishni bo'lish kerak. Qani kerak o'g'lan. Yo'q, bu maqsadlar boshqa. Aytish kerak. Ha, o'sha paytda to'g'ri. Sotib olsak bo'ladimi? Sizlar astakka boshib oldi. Bilmadim. Ha, bo'pti. Foyda, foyda. Mana shu yerda aytmadinglar, transport ko'rsatmoqmi? Mayli, Maniki. 5. Qaysi bir ustozimiz? 1, 2, 3, 4, 5. Oylik. Bunga sanjay. Oylik oladi. Tashlayapman. 5. 5. Qaysi? Qora. 1, 2, 3, 4, 5. Oylik 2080. 80 kimlardir stop. Çok ketmasin, pul berib bering. Ana ko'rsatdim, berib qo'ysam bo'ladi. Bervorlar bankka. Faqat pul bo'lsa qoladi. 6. O'zi bo'lsa pul qoladi. 2, 3, 4, 5, 6. Menga Qo'shimcha rasxod yana 2 marta. Oylikka tushmayapman. Yo, oylik. Qayta rasxod? $300 paklashgan kishi. $300 qaytarib bizda $300. 300 qoladi. Ha, bo'ldi endi. Ikki marta olishdi. Albattamiz. 26 deb 80. Biz boshimiz ketmayapti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bozor, qaraysiz, mana bozor ochiladi. Oyligini bering. 1670. Mana 2 marta oldi, ko'rsan, sen 1 marta olmaydi. Jarima qo'llarni aytadi. Bozorga, hop. Agar kimlar MCH bo'lganda, birinchi to'lagan summadan 3 barobar qimmatroq to'lagan sotib olgan bo'ladi. Emchijimi? Qaydami? Shu barabar. Barabar pul to'lar. Kompaniya solib qo'ysin. Asli, sizda yangi pul o'tkazmasi. Kim bu? Nimaga son 300 men? Ha? Boy tushganda 3 martagacha imkoniyat bor. Uchinchisini ishlataman. Ha, 3 marta ikkitadan tashlaysiz. Siz qayerda turibsiz hozir? Ha, Ehson qilganda. Aslida yoshlardan qaysilar yomon ehson. necha chiqdi?
To'rt. Vah, bitta o'tib ketardan. Bitta tashlagan ana ehson foydasi deydi. Ha, o'sha. Bitta ehsonda 3 marta. Ikkita Ispaniya, bitta varna uy taklif qilishyapti. Birinchi to'lov $5,000, passiv daromad -100. Men sotaman. Xo'p. Men sotib olaman. Olaman. Xo'p. Masalan, 50% foydadan Necha foizini berasiz? foydadan foydadan 50% o'shadi. $5,000. Foydadan 50%. O'rtoqlar taklif qilaman, bu uyga sotolmasligini daromad ko'rsatadi. Sizlarni foydali uchun. Aslida bozorda 65 minggacha sotishiga mumkin, ipotekasi bo'lsa 55 ming. Ha, yo'q, ipotekasi bormi? Ipotekasini aytmadingizmi? Yo, bu yoqda aytmadingiz. Hozir ipotekasini aytib. Nechi? Uchta yana ishga sanalar. 4, 5. Olti. Shaka, shakchiman. uyini mana bu so'rash kerak, ipotekasini. Oiladan mana bu so'rash kerak, ipotekasini. Foydasi. 1690. 1600'da Hozir sizga 90. Nima? oladi. Kimga aylanishimiz bor? $70 sonsiz ishlashdingiz. Nima oldi? Sonsiz ishlash. 70 dedingizmi? 3. Qaysi? Bedetim. Bayar 2, 3. Bor. Ha? Kichkinasilar. Aksiya entertainment ON to'yi bugungi narxi $5.